Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni apga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Tojikiston Respublikasi Isfara shahriga apga o'rnatib berdik. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, avvalo razmerini tushuntirib o'tamiz. Razmerlari eniga 385, balandligi 325 ga bo'ldi. Stoykalari 10 ga 10 profil, tepalari 10 ga 5 profil. Ko'rishingiz mumkin, listlari 2 qavatli high-tech uslubida bo'ldi. Taglari oldik shivillerdan bo'ldi. Listlarimiz 1.8 lik. Mana bunaqa joylariga nerjinkalar yopishtirib berganmiz. Faqat stroyka bo'lgani sababli ko'chirmas ekanmiz. Mana bunday holatlarda bo'lar ekan. Nerjinkalari ko'rib turibsizlar, ajoyib holatda. Ochilib yopilishlaridan bir qartoy ko'rsatib o'tishga harakat ko'ramiz. Mana ochilib yopilishlari ham bunday holatda. Juda ideal holatda. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonlari orqa tomonlari hisoblanadi. Mana oshiq-moshiqlar ham katta oshiq-moshiqlardan bo'ldi, eshiklarigacha. Zamorga alohida baho berib qo'yasizlar. Mana shunday holatda bo'ladi. Bu darvozamiz 1.300.000 so'mlik variantda tayyor bo'ldi. Kimga shunday darvozalar, bir qavatli darvozalar qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga bexijolat telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.